Tushimga Alloh solayotgan odam mana shu. Shunday bordida 1000 tilla tanga qo'liga tutqizdi. U duosini tugatdi, tilla tangalarni oldi, hamyoniga bog'ladi, chiqib ketyapti endi. Rahmatam degani yo'q, salom alayk qilgani ham yo'q. Masjiddan chiqib ketyapti. U boy odam u odamga qarata aytdi: "Ey birodarim, bu shahar Bag'dod. Meni ismim Junayd. Mabodo senga yana yordam kerak bo'lsa, Junayd Bag'dodiyning uyi qayerda desang, hamma meni uyimni ko'rsatadi. Chunki men Bag'doddagi oldi boylardanman. Xohlagan payt pulmi, uymi, ulovmi, nima kerak bo'lsa mendan so'ra", dedi. Namozxon taqvodor yigit shunday o'girildi-da, "Seni isming Junayd edimi?" dedi. "Ha", dedi. "Sen jinni ekansan Junayd", dedi. "Aqling yo'q ekan", dedi sani.